Alloh subhanahu va taolo oyat karimada aytadiki: "Inni jazaytuhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun." Bugunlik kunda ularni qilgan sabrlari sabab mukofotlarimiz albatta ular yutuqqa erishgan kimsalardir, najot topgan haqiqiy kimsalardir. Ey Robbimiz, ular nimalarga sabr qilishdi? Albatta yutuqqa erishganlar Alloh subhanahu va taoloni toat amallarini qilishga sabr qilishdi. Safarda bo'lsin, qiyinchilik, issiq, sovuq demasdan Alloh taoloni o'zigagina Alloh buyurgan ibodatlarni qoyim qilishdi. Ikkinchisi, Alloh subhanahu va taologa osiylik qilinadigan, shariatda munkar etib qaytarilgan ishlarni tark qilishga sabr qilishdi. Nafslarni ushlab turishlikka, shahvatlarni mana shu harom ishlarda voqea qilishlikdan ushlab turishlikka sabr qilishdi. Va yana ular Alloh subhanahu va taolo tomonidan keladigan qadarlarni achchig'iga sabr qilishdi. Ya'ni ko'plagan musibatlar, o'zlarining tanalarida musibat bo'ladimi, mol va davlatlaridagi musibat bo'ladimi, yaqinlaridagi musibat bo'ladimi, mana bu musibatlarga sabr qilishgan bo'ladi. O'zingizga kelayotgan har qanaqa muammo, mushkulot, musibatlar Alloh subhanahu va taolodandir. Siz modomiki Alloh taoloning toati, ibodati, Alloh buyurgan ishlarni qilish va qaytargan narsalardan qaytish ustida voqea ekansiz, bu kelayotgan musibatlar faqatgina sizni gunohlaringiz kafforat bo'lishligi va Alloh subhanahu va taologa hech bir gunohsiz yo'liqishligingiz uchundir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilar: musulmon kishiga yetayotgan har qanaqa alam, istam, og'riq, kasalliklar, hattoki uning badaniga kichkina kirib ketgan tikon zarrasi ham uni gunohlari kafforat bo'lishiga sabab bo'ladi dedilar. Va yana boshqa hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Alloh subhanahu va taolo bir bandasini yaxshi ko'radigan bo'lsa, u bandasini Alloh taolo ko'plagan musibat, mashaqqatlar bilan sinayveradi, unga musibatlar yuboraveradi, to Alloh subhanahu va taologa gunohsiz yo'liqmagungacha. Alloh taolo mana bu musibatlar bilan insonning gunohlariga kafforat qiladi. Demak, mana bu sabr qilgan kimsalar mana shu musibatlarga ham sabr qilishgandir. Chunki ular dunyo hayotini musibat hovlisi va sinov dunyosi ekanligini bilishdi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ularga o'z oyatda, boshqa oyatda xabar qilib aytgani kabi: "Va jazahum bima sabaru jannatan va harira." Ularni qilgan sabrlari sabab Alloh ularni jannat bilan va harir liboslar bilan mukofot etadi. Mana shunday buyuk bir mukofotni, haqiqiy saodatni ta'ammul qiling. Zero bu har bir mo'minman degan insonning orzusi, eng oliy maqsadi ham albatta shudir. Lekin bu yo'l albatta mashaqqatsiz, qiyinchiliksiz bo'lmas. Bu yo'lda sabr qilish va Alloh subhanahu va taologa muhtasiblik qilib Allohdan ajr umid qilishlik lozim bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytganlar kabi: "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khayr." Mo'min kishining ishiga ajabo. Uni barcha ishi yaxshiga. Agar unga bir musibat yetadigan bo'lsa, sabr qiladi, yana unga yaxshilik bo'ladi. Agar unga bir yaxshilik yetadigan bo'lsa, shukr qiladi, yana unga yaxshi bo'ladi. Bu faqatgina mo'min kishi uchundir dedilar. Bas, mana bu mukofotlarga erishishlik uchun bo'lsa, Alloh subhanahu va taologa taqvo, u zot tomonidan kelayotgan musibat, dunyoning mashaqqat, qiyinchiliklarga Alloh taolo uchungina sabr qilib, Allohdan ajr umid qilishlik bilan sodir bo'ladi.